Leyli Şamilning ko'nglini yasash uchun ko'l bo'yiga ektidu. Lekin dal mushaqda jiroqdagi ravaq ostida bir ovozsiz kim ortiq faoliyati ilib berilyotdi. Bu yerda kim ortiq setilayotgani boshqa narsa emas, balki dal Şamilning o'zi edi. Kesh bo'lganda Şamil Komilning telefonini topshirib oldi. Hamda uning uchratgan u ovoq yigiti asli izdiraksiz yo'qolib ketgili xili bo'lgan ma'lumimizdagi restoranda naqshi aytadigan bola ekanligini deb berdi. Bu ishdan qattiq cho'chib ketgan Şamil Leylini ilib ostov ketmoqchi bo'ldi. Leyli bo'lsa, mayli ketsak ketayli, tala so'qoq tushung ishtinimni kiyib olay deb ustiga chiqib ketdi. Bu chaqda Şamil bir ishkapning ichidan Leylining boshqa qartallik yigitlar bilan tushgan rasmini ko'rib qoldi. Bu Leylini men Ershomiki desam Bovfil ekan-ku. Le. Yo, what's up? Qatnash radio stansiyasimi? Yo, Bofi mashinaning boz qanday bo'yapti hozir? Va yaxshimisiz? So'rab baqsam, Payjovs qayerdan olib ketdi? Yo, men bunda qarsam sapla Afrikaninkida qilib turdi-ku. Shaloqshib ketgan mashinadang-a? Nima Afrikaning? Yo, yurt kutib qollar bizni tezroq kelinglar deydi. Biz mangayveraylik, mana. Yurtdoqlarni yig'ishtirib tuvanga tushgan Şamil bilan Leylining oldini Leylining uydagilar to'sib oladi. Bu yerdan qanday qutulishni bilmay qolgan Şamil Leylidan yordam so'raydi. Dal mushu vaqtda Leyli o'zining haqiqiy qiyofatini oshkorlaydi. Hamda Leylining opsi Şamilni gipnoz orqali bo'ysundirib oldi. Uyqudan uyg'ongan Şamil oldidagi televizordan ishning haqiqiy ahvolini tushunib yetdi. Amaliyotda Leylining jamiyati mangu yashash uchun yangi bir texnik ijod qilgan bo'lib, o'lim girdoviga berib qolgan odamlarning ong sezgusini badan saposi yaxshi bo'lgan qartallik odamlarning jismiga ko'chirib, bu orqali mangu umr ko'rish murodiga yetalaydi. Rasmdagi u Leylining burunqi yigitlarining hammasi amaliyotda mushu tajribaning qurboni edi. Bu ahvolni tushunib yetgan Şamil qattiq cho'chib ketdi. Leylining fuksi Şamilni operatsiya xonaga akirmoqchi bo'ldi. Dal mush chaqda Şamil tuyuqsiz chachirab qopab, esil fukam kallanga bir mush deb uni yotqizib yetdi. Leylining dotsi o'g'lining yo'qolib ketganligidan ajablanib, hamda taloga chiqishiga Şamil mol topshirishga akelgan buqini qiynatsiga bevos topshirib yetdi. Buni ko'rgan qiynapsi, "Rahmat bolam, meni tul qo'ydingiz, o'tiringga bir choy damlay" deb turishiga Şamil bir tepib jo'zni o'rib etib, "Qiynatam sizni bek saqlab ketmasin" deb qiynapsini yo'liga sep qo'ydi. Şamil ming tasdiqdek mashinani qo'zg'itib, bu yerdan kechib ketmoqchi bo'ldi. Lekin Leyli, "Men sana cho'qim bugun bir pay takkizib olaman" deb Şamilni bachko qilib etmoqchi bo'ldi. Jiroqdan yugurib kelgan Qarvoy Dabiza Şamilni yerga besib oladi. Şamil o'zining butun kuchini chiqarib, "Aka, yomon payz bossizga bir rasmga tortib qo'yay" deb Yuan Shangji bilan tortib qo'ydi. O'zining suyan holtini ko'rgan Bag'van oxiri aql o'shini topadi. Hamda Leylining qo'lidan qurolni ilib bir oila kishilari bo'lgandan keyin "Ratli hitinglar" deb uni yo'lga sep qo'ydi. "Mayyansiz yashaganimdan o'lginim afzal" deb o'zini bachko qilib oladi. Bu chaqda Şamilning agensi Komil to'yning xizmatini qilgani kelgan bo'lib, bu ahvollarni ko'rib qattiq cho'chib ketdi. Yo, adash, ansam cho'nglarni ketib qopti deydi-ku. Yo, uyam yo'lga sep qo'ydim. Yo, adash, sen yiqib turjimi bu yer? Oqirib qolgandek tursan-ku. Yo, ozga qila adash, qo'rqib tatirib ketdim. Yo, adash, qali qo'yni so'ydingmi? Oltin zanjir qo'ydingmi? Qisa desam, unimay to'y qilganga to'ydingmi? Yo, skirt. Şamil oxiri bu qorong'u zulmatdan qochib qutuldi. Shuning bilan bu kinoimiz oxirlashdi. Bu kinodan shuni bilib olgani bo'ladiki, o'g'il bola bo'lgandan keyin qiynanangning uyiga quruq qul borma. Salonimizning nomi bugundan boshlab Panus o'zgardi.